O'shadi bu 200 ta otliq bilan Xolid ibn Valid kelib bizni o'rtaga qolmaydi. Ha bo'ldi, tushundim dedi. 50 ta zo'r otadigan kamonchilarda terdida, sizlar dedi, shuni orqasida turasizlar dedi. Bu kamon sog'ish, kamonchilar tog'i. 50 tasini qo'ydida, aytdi ularga. "O'y dedi, sahobalarim dedi, 50 nafaringlar dedi. Meni iznimsiz dedi, pastga tushmanglar dedi. Agar biz mag'lub bo'lib, boshimizni, tanalarimizni qushlar kelib, cho'qiyotganini ko'rsanglar ham tushmanglar dedi. Meni ruxsatimsiz pastga tushmanglar dedi. Iltimos dedi. Xo'p deyishdi. 50 ta kamonchini bu yoqqa qo'ydi. Jang boshlandi. Arablarda odat bor edi. Birinchi yakkama-yakka urushib berardi. Kuchini sinash uchun. Bu odati bo'yicha jang bo'lmadi-da, yakkama-yakka urushdi. 3 ta kofir, 3 ta musulmonni o'ldirdi. Keyin 4-sahoba payg'ambarimiz alayhisolamdan izn so'radi, ismlari yodimdan ko'tarilib qoldi. Menga izn bering dedi, men urushaman dedi. Xo'p dedilarda, bilasizlar urush nima? Urush hiyla. Urush hiyla. 4-sahoba chiqdi-da urushyotdi, u kishi ham qarasa mag'lub bo'ladigan. Yo, hiyla qilaman dedi-da, qilichini shunday tashadi yerga. Xuddi men mag'lub bo'ldim degandek qilib. Keyin haligi kofirni mingan ulovini orqasiga shunday o'tdi-da, bo'ynidan shunday bo'g'di-da, pastga tushirdi. Qilichini oldiga tushirib so'yardi. Musulmon Allohu akbar dedi. Birinchi g'alaba boshlandi. Aytadiki, o'sha shu joyda aytilgan Allohu akbar takbirini Madina shahri eshitgan deydi. 3,5 kilometr. Shunday qilib jang boshlandi. Allohning nusrati bilan, Allohning fazli yordami bilan 700 nafar musulmon 3000 nafar kofirlarni g'alaba qozonishni boshladi. Yutyapti. Oxiri nima qildi? Kamonchilar aytdiki, qarasa yutyapti, kofirlar qochyapti. Rasululloh alayhisolamga shu joyda itoat qilmadi. Qarang, itoat qilmaganlik sababli nima talofat ko'rdik. Dedi biz yutyapmiz dedi. Tushib dedi biz ham o'ljalardan olib qolaylik dedi. Boramizmi dedi. Va yutkizyapsa boshqa edi. Yutyapmiz u. Biz ham o'ljalardan olib qolaylik, ketdik dedi. Itoatsizlik qildi. Shuni shu tog'dan shu makonga, shu joyga tushdi. Xolid ibn Valid turdi 200 ta otliq bilan. Qo'l keldi shunda. Shunda orqa tomondan bosdi, o'rtada qamal bo'ldi. Xolid ibn Validning kelganini ko'rgan kofirlar, qochayotgan kofirlar ham qaytdi. O'rtada payg'ambarimiz alayhisalom sahobalar qolib ketdi. Shuning uchun xotin erga itoat qilmasa, o'g'il otaga itoat qilmasa, biz bandalar Rasululloh alayhisalom va Allohga itoat qilmasak, shunaqa talofat ko'ramiz. Itoatsizlik sababli sahobalar nima? Mag'lubiyatga sabab bo'ldi. Payg'ambarimiz alayhisalom holatni ko'rdilarda, ketyatuvdilar, kofirlar atay chuqur qilib qo'ydi, shu yerga yiqilsin deb. Rasululloh alayhisalom muborak jasadlarini o'sha yerga yiqildilar. Chuqurga tushib qoldilar. Chiqaman desa chiqolmaydi. Shu joyda gap tarqadiki, Muhammad o'ldi dedi. Kofirlar. Muhammad o'ldi dedi. Sahobalar eshitib dod deydi. Nahotki ajrab qoldik payg'ambar alayhisalomdan. Bizga nima bor endi? Rasululloh alayhisalom vafot etgan joyda biz ham vafot etamiz deb jangni kuchaytirishdi. O'sha hudud chuqurlikdan chiqa olmadi. Nimaga desa, payg'ambarimiz alayhisalom sovut va dubulga kiyib olgan edi temirdan. Shuni og'irligi sababli chiqa olmagan deydi tarixda ulamolar. Endi shu joyda yana bitta masala ketadi. Inson dunyoda hamma sababini qilish kerak. Hamma sababini qilib, keyin Allohga tavakkal qilish kerak. Bo'lmasa Allohga tavakkal qiladigan, Allohga ishonadigan bu dunyodagi insoniyatning eng yuqori maqomdagisi kim? Payg'ambarimiz alayhisalom. Amin Allohga tavakkal deb turib, sovutlarini, duburg'alarini kiymasdan chiqsa bo'lar-edi. Yo'q, unaqa qilmadi. Hamma sababini qildi. Temirdan sovutlarini kiydi, duburg'alarini kiydi. Keyin Alloh o'zinga tavakkal deb chiqdi. Hammamizga dars. Bir narsa qilib chiqardi, o'sha tushib ketganda dubulg'ani ikki temiri muborak yonoqlarga kirib ketgan. Kirib qonayapti. Tushganda muborak tishlari sindi. Boshlari yoldi. Rasululloh alayhisalom qon ketyapti. Bir narsa qilib sahobalar chiqarishdida o'sha joyda Sa'd ibn Abu Waqqosmi kamonchimiz? Sa'd ibn Abu Waqqos roziyallohu anhu. Kamonga juda usta edilar. Rasululloh alayhisalom chiqardilarda yonida turdi. Otyapti, tegib vafot etyapti kofirlar. Payg'ambarimiz xursandligidan, "Ey Sa'd, ota-onam senga fido bo'lsin, ot."
hayotli mobaynida payg'ambarimiz ota-onam senga fido bo'lsin deb bitta sahobaga aytgan. Bu ham Sa'd ibn Abi Waqqas. Xursandligidan, merganligidan, har bir o'q tegayotganidan, "Ey Sa'd, otam, onam senga fido bo'lsin, ot" deb turganlar. Sa'd roziyallohu anhu aytadilar, "O'qim kamidi" deydi. O'qim kamidi. Bir 100 tadan oshiqroq odamni o'ldirdim, lekin bir 10-15 ta o'qim bor edi. Ulamolar Sa'd roziyallohu anhu aytadiki, "Men o'qimni kamonga o'g'lab otavurdim, tegavurdi. Bir odam, inson suratidagi odam. Hali o'qlarni menga apti berardi, otavurdim" deydi. Jang tugagandan keyin haligi insonni topolmadim. Rasulullohdan so'rasam, u farishta edi ekan deydi. 15 ta 20 ta o'q bor. U 20 ta tugab qoladi-yu. Alloh taoloning amri bilan farishta inson suratiga keldida, Sa'd roziyallohu anhu otavurdilar, tegib u qulavurdi, uni o'qini apti berardilar. Shunaqa hodisalar bo'lgan. Oxiri Talha roziyallohu anhu payg'ambarimiz alayhisalomni jonini fido qilib, ham qilichlarga qo'llarini qo'yib saqlagan o'sha paytda. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu uzoqdan jang bo'lyapti. Uzoqdan ko'rdilarda payg'ambarimizni himoya qilyapti bir sahoba. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu aytdilar, "Ilohim shu Talha bo'lsa edi" dedi. Rasulullohni himoya qilayotgan ilohim Talha bo'lsa edi dedi. Nimaga? Birinchidan Makkalik. Ikkinchidan Talha roziyallohu anhuni islomlariga Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu sabab bo'lgan edilar. Hali men tura olmayapman, hech bo'lmasa islomiga sabab bo'lgan Talha bo'lsa edi dedilar. Yugurib kelsalar, jonini fido qilib Rasululloh alayhisolamni himoya qilayotgan Talha roziyallohu anhu. Keldilarda Hazrat Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu, Talha roziyallohu anhu 70 nechta joydan ham jarohat olgan ekan. 70 nechta joydan ham quladilar. Payg'ambarimiz alayhisolamga qarayman dedi, qarang. Rasululloh alayhisolamning ummat parvarligini. "Va meni qo'yinglar" dedi. "Meni qo'yinglar, mendan Talha haqliroq" dedi. Talhani qaranglar, mendan ko'ra Talha haqliroq dedi. Qarasak, 70 nechta joydan ham jarohat olgan ekan. Keyin shu tepalikka Rasululloh alayhisolamning amri bilan chiqib ketamiz dedi. Bo'ldi. Qaytamiz dedi. Bir katta tosh to'g'ri keldi. Rasululloh alayhisolam chiqaman dedilar, chiqolmadilar. Toliqqan, jarohat bor. Ustida sovutlari bor, chiqolmayaptilar. Oyog'ini qo'yib muborak ayollar. Nima qildi? 70 nechta jarohat olgan Talha roziyallohu anhu shunday qilib yotdilar. "Ey Allohning rasuli, belimga oyog'ingizni qo'ying, toshga chiqing" dedi. Shunda chiqdilarda, "Vajibat" dedi. Va bilib qo'yinglar dedi, Talhaga jannat vojib bo'ldi. Rasululloh alayhisalom. Bilib qo'yinglar dedi, Talhaga jannat vojib bo'ldi.